Dars jarayonlarimizning yana bir kuni boshlandi. Ustozlar esa bir mavzuga urg'u bermasdan qo'ymas edi. Bu kitoblarni o'qish orqali so'zamolligingizni, bilimingiz, tafakkurimizga dunyoqarashingiz ham ortadi. poydevori ham bu kitob. Kitobni o'qiganimizda jamiyatga kirib borishingizga, dunyoni, olamni, sizni o'rningizni topishga hammamiz kitobda. fikri, so'zi, so'z boyligi nima bo'larkan? Va hech qayerda qoqilmas ekan. Shu tariqa menda kitobga bo'lgan qiziqish uyg'onib, ilk bor qo'limga kitob oldim. Bu kitob Komil Sindarovning Tergovchi asari edi. Men kitobni o'qar ekanman, qisqacha taassurotimni aytadigan bo'lsam, hayotni oq qorasini ajratadigan, yoyinki dunyoni rangli ko'ra boshladim. Kunlarning birida, "Ye, do'stim, mo'maygina pul topsa bo'ladigan ish bo'lsa, ayt degandim." aytgandim. Nima ish bor? Do'stim, axir bu jinoyat-ku. Bu yo'lingdan qay. Do'stim, bu kitobda hatto yillar o'tsa ham har qanday jinoyat, fosh bo'lish haqida hayotiy dalillar bilan yozilgan. Sen bu kitobni o'qib chiq, balki fikringdan qaytarsan. O'zing o'qiyver, men sal shoshib turibman. O'ylab ko'r do'stim. Shu tariqa do'stim o'z yo'lidan, men o'z yo'limdan ketdim. Bu kitob boshqalarning ham qalbiga tez va oson yetib borish uchun audio shaklini yoza boshladim. Do'stim esa Hurmatli fuqaro, biz bilan borishingiz to'g'ri keladi. Ayblov xulosasi, tanishib imzo qo'ying. Ayblov xulosasi hech qanaqa dalillarsiz, a? Buning uchun hali javob berasiz, o'rtoq tergovchi. Yaxshi, o'rtoq Jo'rayev. Siz esa jinoyatingizni isbotlovchi ekspertiza xulosasi bilan tasdiqlangan iz, dalil va ashyolarga qanday javob berar ekansiz? Do'stim, nega senga quloq solmading? shu tariqa do'stim qo'lida kisham bilan, men esa kitob bilan qoldim. Xulosa esa sizdan.